Assalamu alaykum, Okyan televiziyasining san'at qumar aziz ko'ruvchilar, naq maydondagi yosh do'stlar, ko'rayotganinglar Okyan televiziyasi yangidan yo'l qo'ygan Cho'lpon keldi programmasi. Ben program riyosatchisi Nurali Hasan. Programmamizga bugun alayda bir shaxsni taklif etdik. Hozir seni chiqsam men bilan qiyachiya bo'lib chekramizdan kulkilar yuguraydi. Oldi bilan shunday xosima bir tasvirli bitaymi? Menda deb berayam. Biz o'roqlarga etud, kino, televiziya, teatrlarni qizg'in ishtiyoqimiz bilan ko'ramiz. Depasam bilmaysizlar aqchan. Masalan, menda depasamchu, burut biri mendan yo'g'on. Qilsa maqol tamsil tarjima uchaylarni to'qiymiz shu an. Topdinglarmi? Kim o? O bo'lsa davlatlik birinchi darajalik artist, Şinjan Kinochilar jamiyatining muavin raisi, betakrar san'atkor Abdukerim Ablaz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Sen bilan quchoqlashib ko'rishamiz. Bek chondiryapsiz meni. Ko'tarib turaymi? Xo'sh kelibsiz aka. Rahmat. Qo'rqol kamdan zaqcha. Ablasan ashlama qavash kelsan bo'tganda paslayishmoqdan fikrlar. Demak, sho'g'lim aka oldi bilan naq maydondagi bir do'stlarga, yoshlarga bir salomingizni yo'llab bersangiz, ankin rasmiy bir gapib kelsam. Bayatına telefon takın nesi geldi rasmiylashganda. Assalomu alaykum. Har qachonlar bilan bugun mana shu OK televiziyasi orqali yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Hammanglarga shod-xuramlik, xotirjamlik tilayman. Rahmat aka, rahmat. Akamda jin gapga kelayman. Bir do'stim abi bir muncha maqol tamsil bir narsalarni berganda, men tarjima qilib bersang deb, mening xanzuchi savirim toz yaxshi emas edi. Shuni bo'lsa bir yordam qila olasizmi aka? Bo'ladi fikrmadi, men podqonlik emas, Şinjan'da mening oldimga turgan tarjima yo'q. Bo'ldi aka, unda boshlaymi? Menda bir maqol tamsillar bor shu yerda. O'lmakning ustiga tepmak. Ha? O'lmakning ustiga tepmak. Sil yo'q, tipigu dem. İkincisi, anangni dadanga pədazsız göstərmə. Mana bunu tərcümə olmadı. Tutub aldım, yama yerdən birini tutub aldım. İkincisi, at Aylıxanğa, yol Sarıxanğa. Ma Aylıxan ne var? Yol Sarıxan cibərdən. O da olsa çaşqandan ölgüsü gəlsə müşnün quyruğunu dişləbdi. Lav şu sıdı şu xo. Şu modu viva. Rahmat aka, rahmat. Nima axırqsi? Bu hiç bo'lmagan bir oldini olib olsam deb qo'ysam, men terror qo'ysam bo'lmam deyman. Naq maydonni sinaymiz. Sen menda intamil tutsan-da, ha? Avaskarning avasi. Degandek unda olsa aka keyingisi, tishingning barda go'sha, ko'zingning barda shaharku. Tishingning barda Şəkü. Göş. Yayçı yoduşuğu çırro. Kenço? Ko'zingning barda shaharku. Yencon yoduşuğu kenşice. Rahmat aka, rahmat. Siz chiqiblam boshqacha bo'lib ketdi programmamizdan kayfiyati. Aba shunda ammismishda o'tiribdi-ku. Siz chiqiblam meni ishib ketdi. Ayfka meni ko'zib bilmaychilar hozir. Rahmat aka, oldimda o'tirish taklif etsam. Men shu o'tiramda. Ama sen o'tir. Mening oldimda o'tirib olding, baxtimga o'tirib qo'ymishman. Rahmat aka. Unda bo'lsa, qo'lashmagan maqol tamsildan bir muncha o'tib qoldim. Buni hammasi chaqchaq qo'y hamda. To'g'ri tushunlar, ha? Xanjim bulamishda bula akamda. O'tirib qo'ysanlar. Xudo shukr, bo'lsa inglizchaning gapini qildim. Aka, bir narsa so'rab baqayam. O'sha yaqindan beri etot degan narsa faqat chiqmayotdi-ku hamda. Nereden chiqmadi? Sanidan. Faqat chiqmayotdi, kino, televiziya, teatrga boshchilab ham kirib ketdingiz. Nima oldu bu? Nima ketdi bu? Babur, ya sen çıkmışsan. Manda gap fikam. Ben etot oynamaslıkımda hiç qanday sebep yok. Hem birisi şaraitning azroq yar bermayotgan bir yer bor. Lekin onda deganim men etot yozmadim deganligim emas. Hozir mening yozib qo'ygan etotlarimdan mushta etot bor. Ben 2012'dan başlap, mana 2017. 2017-yilmi 1-ayning 2-kuni. Aslında her yıl 1-ayning 1-kuni bir etot yozib kirgan bir qoidam bor shu. Shu yangi yildan boshla etotni deb. Bu yerda 1-ayning biri men sirtda qumildab qolganligim uchun kelib 2-kuni yana etotdan birini yozib qo'ydim. Chiqanda deb. Nemishqa
bu itot meyli men sahneге chiqib oynamay qo'limda bor. Bu ilg'itki go'sht. Qachon yegim kelsa, shu vaqt yelaymiz-ku. Hamda buningda boshqa cho'ng sababmi yo'q. Ham birisi itot o'zimizningki, men o'zim yaxshi ko'radigan, men o'zim dastlab o'qigan kasbim shu drama aktyorlik. Undan keyin Beijing kino institutida kino rejissyorlikni o'qib keldim. Bu rejissyorlikni o'qib kelgandan keyin men o'zimga bir besim bo'ldi-ku. Chunki endi bu itot deganimiz o'zimizningki Uyg'ur xalqimiz, undan keyin qarindosh millatlar, andimish O'rta Osiyodagi ko'radigan narsa. Ammo kino deganimiz bu xalqaro cho'ng tema. Ham buningga ancha-muncha bizning kuch qo'shish majburiyatimiz bor. Hamda necha vaqtdan beri biz kichikroq doirada bo'lsak, buni mening o'ylaydiganim sal cho'ngroq bir doirada yana bir narsa qilish. Men ancha oldin televiziya ekranini, tordimi ish qilib bir tomoshabinlarimizga va'da bergan. Men cho'qim Beijing kino institutini bitirib kelgandan keyin yaxshi bir asarlarni chiqarishtirishim deb. Mayli men o'zim rol olay, mayli boshqalar rejissyorlik qilsin. Har holda yaqinda yog'i tomoshabinlarni bilyotdi. Bizning mayli pul degan shundaq narsa degan filmni ishildik. Mayli boylik rang degan televiziya. Uy ishchi komediyalik televiziya teatri. Ham bu bir boshlanishi. Ham bu narsalarimiz mayli yaxshi chiqsin, mayli yomon chiqsin. Buni cho'qim buni boshlamchilab mangadigan bir odamni kerak. Unda deb men o'zim boshlamchilab mangdim deganligim emas. Chunki men o'tganda o'zimning undarimga yozib qo'ygan bir gapim bor. Haliqi tikanlarga desep yo'l ochqining kelgusi avlodlarning xushbiroq buk baraqsan yo'lda menish uchundir deb. Demakchi bo'lganim, biz mayli mush sharoitdan foydalanib, o'zimizning mayli kino televiziya san'ati bo'lsin, mayli kinochiligimiz bo'lsin, buni endi bizning majburiyatimiz. Demoqchi deganda bizda bizning Uyg'urlarda hammamiz aktyor desak bo'ladi-ku. Mush tug'ilganlarning hammamiz aktyor deya olaman men. Demoqchi desa bizning mush o'tag'an mana mush bolalarimiz, endi sing'illarimizda hammasi etot o'ynab baqqanlar. Manda sen balkim biz qachon etot o'ynagan deb o'ylashingiz mumkin. Kichik vaqtlarimizda masalan Qashqar tarafda mehmondorchilik o'yin deb o'yin bor. Masalan o'yinsiz o'yindiq deydigan o'yin bor. Shu vaqtida men Amsterdam o'lma sen bolam bo'lsa juma, men seni etot o'tama sen pon qilsa o'lsa deydi, ma da'vat qilgan rejissyor. Ar rol olib o'ynayotgani bizning shu vaqtdagi aktyorlarimiz. Demak, Uyg'ur millatininki qinida san'at degan o'jari bor. Hamda nurg'un ba'zi narsalarda ko'rdim. Ba'zi odamlar san'at bizning boyligimiz, borlig'imiz emas degan gapni bakchiq angladim. Lekin bizning san'atkorlarimizning ichidagi hech qaysi san'at bizning boylig'imiz degan gapni, borlig'imiz degan gapni deb baqmadi. Buni faqat shu mayli kimyoson, shu digichi, shu o'zi ijod qildi bu so'zni deb qaraymiz-ku. San'at bizning borlig'imiz emas, boylig'imiz deb. Biz azaldan san'atni biz borlig'imiz deb olmadik. Odam tug'ilib toki o'lguncha san'atdan ayrilmaydi. Nemish qadisa, masalan bir bovoq tug'ildi. Biz bu bovoqni chiroyli yo'gidoq, zakilidoq, mushning o'zi bir san'at. Odam tug'ilib toki o'lguncha deshingizsa, eng oxirida biz odamni kepallab yerga qo'yamiz. Mushning o'zi bir san'at. Bo'lmasa bo'riq yo'gab, yo bo'lmasa ko'ylab ko'mpitib to'piga top chiqarsak bo'laverdi. Masalan, ailemizde esnaf mayli kiyim-kechak olsun, uylarimizning bezilishi olsun, hatta bir qachon lag'manni chiqsak shuni tepsi qo'rmonimi nay chiroyli gul keltirib bizning ayollarimiz, xonim-qizlarimiz echqidi. Mushning o'zi bir san'at. Ustellarimizning ustiga har xil nazimatlarni bir-biriga keltirib gullarni gul chiqarib tuzdi. Mushning o'zi bir san'at. Bu odam san'atdan ayrilgan emas. Ama bu san'atni biz hech qanday yeklaydigan yerimiz yo'q. Ba'zilar naqsh etsang yomon bo'ladi, uni qilsang yomon bo'ladi deydi. Men shundan so'rab baqqan bo'lchi. Masalan, men sendan so'ray, shuni vakolatan. Men onamni yaxshi ko'rmaysam bo'lamdi. Bo'ldi. Unda bo'lsa men onamni yaxshi ko'rmasam bo'lamdi. Buni shunaqa. Sening uslubing bo'yicha men onamni yaxshi ko'rmaysam bo'lamdi. Demak, bu bizning mayli dinimiz bo'lsin, mayli bizning siyosatimiz bo'lsin, muxolif kelmaydigan, so'kmaydigan. Uningdan keyin o'sha inoqlik, ittifoqlikni madilaydigan, o'zimizning ota-onalarimizni muhabbatni ko'ylaydigan narsani aytsak nima ish bo'lmaydi. Bu meni cho'qim bo'ladi. Bu ilqi adabiyot san'atsiz o'tgan hayotcha bu ilqi bir ma'nisiz. Hamda unda hamma odam cho'qim ilqi adabiyot san'at bilan shug'ullansin deganligim emas. Dunyo hamma narsa tekshir bo'lgan vaqt unda go'zal ko'rinchi. Bu bizning cho'qim olimlarimiz bo'lish kerak, muallimlarimiz bo'lish kerak, san'atkorlarimiz bo'lish kerak, o'qituvchilarimiz bo'lish kerak. O'qituvchi bo'lib, yana o'quvchimiz bo'lmaydi. Shunaqa? Masalan, olimlarimiz bo'lib bu ishlaydigan, yana ishchilar bo'lmaydi. Demak, bu dunyoda hamma narsa birga kelganda uningdagi mukammallikka bo'la olamiz. Men ham o'ylaydiganim, etotlarimni o'ynashimning sababi nima bo'lsa, bizga, odamlarimizga mush ro'yjatdan ko'tarish menimcha sal muhim.
Hem de birden küldük, çakçak kıldık deyimiz. İşten yerip gelgende okuşlar olsun, özleri çarçığa baklarda anca munca bir körep birden bir külse, azırak bir çarçıgan öcerler, nerviler ölse. Şunun özü hem de biz anca munca bir hoşallık ıskıla alırsak, bu bizimki çoğun hoşallıkımız. Hem de biz Nurga adam oylaydı, Abdülkerim abdız, şu itot keçilik ötküzüp nurgun pul tep ketdi. Ben itot keçilik ötküzüp azırki egiçe nurgun pul tep ketken yerim yok. Lekin elan Hatta her kanda ilanı gibi kılma. Meyle her kanda itot keçilik kılsın, meyle nakşılarımız olsun. Moşulun hemmisinin kılıvatkanı neme odisa, özü nurgun meblağ silip, şu plastikin işlerini şu kadar sen mi ba? Sen özağındaki plastikanı payda apbaktın mı? yok. Senin faydan neme dese, bizden tamaşıplarımız bana akşam yakşı etipsiz Nureli dese, şu senin faydan. Çabakını kançılık cık çepmese şu senin faydan. Adamın adık şunu çıkıdı. Ondan sen belki mağul Abdülkerim kam yalgan gap kılıp bizge faydanmadım derdi de oylap kılışı mümkün. Mesela biz şu Xalq sarayını desek 2300 kişilik zal. Ay zalda ben ezelden itot kişilik kılsam en yukarı beleten 200 koydan aşırıp bakmadım. En tövben belet 50 koy. Ayşe hesaplayıp baksak onun içinde yani birer 200 tal bilet, üyenin, biyenin, ayağının, mayanın dep turib ulaq ketidi. İşleydiğin adam şu günün özünde yok degende 100'lik adam işleydi. Meyli operatör olsun, çırakçı olsun, elde ekran deyimiz, hemen nesli pulu kilidi. Senin çıktığın çoğun pul verişimiz gerek, hak verişimiz gerek. Demek bu keçilikte meyli adam kançılık cık kırsın, 2 man, 3 man adam kırsın, bu bizden kayzigen meblağqa yetişmeydi. Bu fakat burun nemeden çıktı dese, plastinkilden çıktı. Hazır plastinkilne igziş mümkün emez. Bir tal bizden hakiki plastinkimizga hazır yok degende men çıkarıp kalsam belki biz 20 ming taldan 30 ming talgacha saqlasak ish kerak. Hatta nurg'un odamlar bor, Abdukrim abuz to'ymas. O'shkina akşamdan bir itotni chiqarib bizni aldabdi deb men amaliyotda yoki bir naqsh plastinka chiqarib bakmadim, ma'za qilsam Abdukrim abuzniki naqsh plastinka deb setibdi. Ba'zi vaqt qarsam bu itotni ba'zi narsalarni kirishtirib bu Abdukrim abuzni olib ketdiki. Yana bir kun qarsam birisi yakanga bosam bir so'rdi. Abdukrim aka sizniki ishda disko plastinkangiz chiqib ketgan bormi? Ben bu bunda bir nasıl bakmagan desem ataytım bir yere apırıp koyup qarsam elek DJ deytkansizlar go. Şunun arasına qopap elek demek da kimden jungang chiqargan qilib men buni satgan narsalarmi men elek cho'qim mening qilgan emgikimni hurmat qilmadinglar deb men boshqa o'xshashchilik qaqshashmoq istim yo'q. Nemishqa? Mayli o saqt plastinka olsun, mayli qanday plastinka olsun, mening o'ylaydiganim biz materialdan o'zimizning qanchalik xalq ko'rsa, men shunga rozi. Men azaldan deb kelayotgan narsam shu. Uni boshqa yerda yana bizga berdi shu. Bunu tapalaymiz. Çünkü bana 2006 yıl mı 2007 yıl manda bir iş tesir kılgan. Ben bir VCD aparat satıdığım bir ağınımız var. Şunu dükkana girsem, o oturuşumu da tosağlıkken iş kapılan. Alt tarafta hem de şu bir nesatığa yer var. Biz kendi bir işkanlar kıyafetki şu yer paranlıç oturdum. Otasam birisini soğudu. 2007'de. Ben demek 10 yıl optaşınga. Qandaroq tijoratini ayaz debdi. Men 3 oy olgan, hozirga dastlab qilib bakmagan. Abdukrim abuz yana bir itot kishlikni chiqaribdi. Bugun sap 600 koy payda tutganman, ko'mir elib oldim dedi. Degandeki men ko'zimga lig deyish keldi. Nemishqa men bilib bilmay shuning g'oyatdan chiqibdiman. Mening boylig'im shu. Chiqib qolgan vaqtida itot o'ynash yana gapim kelsak, men hergiz qasddan to'xtab qo'yganligim emas. Bu çoğum ben bu itotni vaqti kelgan vaqtida men hamma narsam tayyor, uni men chiqsam bo'ladi. Hozir ham hammamizga ma'lum. Men balkim yana bu yilmi yana bir filmga tutush qilyapmiz. Bizning rejissor Arslan Abdukerim bilan. Oldingi yili ham bu asli demaydigan gapni divta ham. Sizga shunday narsalar film ishlagan. Biz endi bu filmni 8 yilda tayyorlik qilib, aran ucha chiqargan. Esli bultu işlemek çoğun yana bir film var. O hanzuçisi Çenzaylı Uşanpa. O 100 aylı Uşanpa. Kaç dişi. Taş degen şundak narsa deb. Bu da şunun keynini işlemekçi. Bu çoğun film. Hem de o filmni işlegendiyken meningçe pul degen narsaning kim o nayet yaxshi unum bo'ldi. Mesela ben hazırki Avrupa devletlerine çıkıp bakmagan. Fransiyada, Paris'da kino festivalda bizim bu film mukafat karıştı. Angliyaning Londonda mukofot kirishdi. Hozirgacha bizga bunda fursatlar nayt az. Uyay biz borgandan keyin mukofot desak balkim Abdukerim akam yo'q deganda 1-2 million faqat o'ylash deb o'ylash mumkin. Bizga bergan narsa bir qog'oz bilan bir dona lonqa. Bizga shu yetadi. Demak, odam hamma narsani pul bilan ifodalagan olmaydi shu. Bizga bu shon-sharaf kerak. To'g'ri. Hiç bo'lmaganda Angliyada, Parijda, Parijda şu filmni naq maydonda qo'ydi. Qo'ygan vaqtida tekka fransuzcha
xatni urib qo'ydik. Shunda kulib, nəhayət qızğın keyfiyyət ko'rgandan keyin o'zimizni bir xo'shlab qoldik. Nemishqa bir Meşədən aeroplan o'tsaq 10 necha soat yo'l yurib boradigan ashada bizning bir filmimiz qo'yilib, ashundan bir alqishga erishgan vaqtida mayli rejissor Arslan Abdukarim bo'lsin, mayli men bo'lay, mayli Xurshid Turdi bo'lsin, biz nəhayət hayajonlanib ketdik. Ba'zida odamga pul emas, mushunda ancha-muncha shanshirabmi kerak ekan. Bu yolg'iz bizga emas, hammamizning shanshirabi deb qarayman men. Shunga kinochilikqa azroq yana bir tirishqina vaqt bersang fikrim. Berayman. Rahmat aka, rahmat. Yaqindan beri qarsam omadga xush kelibdi deb Şinjan Kinochilar jamiyatining muavin raisi kutibsiz. Oyuncularlar ko'rib turdik, suyundik, faxrlandik aka. Onundan boshqa Shorilxonlarga ovoz berkitibsiz taqa. Shorilxonga bir emas taqa. Bu film bunda bir zurriyat bilan menga to'g'ri kelib qoldi. Bu Jung mamlakatning amirida bu Shorilxonning ishlagan shu Asabiy Mastan degan filmini bu cho'qim dag'don qo'zg'ab bizning ko'p tomoshabinlar bilan yuz ko'rishish maqsadida ish kirdimi? Dangliq cholponlarimizga ovoz bergizibdi. Mesela Shorilxonning ovozini Wang Bochang ovoz beribdi. Wang Bochang bilmaysizmi? Shu sando. Chiroyli artist, engib turdi. Shuni olama Şinjan Uğur Abdumurayli kino film tartish qo'yish shirkati, Wang Bochang bergan ekan, buningga Abdukarim Abdulaziz berib bersa deb buni degandik men kunduzda men film ishlatgan. Shuni bilan uning ustiga tunji ishkim cho bu. Mamlakat bo'yicha ham shu filmlarning taqilishi shu bir kunda qilinish bu tunji ishkim. Butun Moskvada taqildigini. Uyg'urchasi, xanzurchasi shunga bu tunji sho'g'andan keyin bu tunjishdan qo'rqog'im kelmadi. Gerçi kunduz ishlasam, kechda shu kech ovoz berib, buni tutdim herhalde men o'zim ko'rib baqib qanday chiqdi bu. Voy, kattalar qotida. Shu ovozni berib turib, men aytisi Xotanga nag'ir ovoz yangragan joyda bir film ishlagan. Shuni men qoldim aytsa deganda. Shuni ko'rib baqdim. Ko'rib baqmaz. Lekin tushdi deb qaramsa ovozga, ovoz kimga? Balki tushganda Shorilxon tag'i to'g'rilab telefon qilmadi men. Akası başı öydü mü, ayıldı mı müştaq yumursiz xarakteriniz var mı yoki dal aksichimi? Xan, buni meni xotinimga so'rab qolsam. Balarimda. Ruqiyadan da bu. Mayli odatdalik ayna qarab turib o'zim gapirmagandan keyin shunda bo'lmaydi ekanman. Deymagan delik ba'zi odamlarning ekrandagi xarakterlar turmushda dal aksichi bo'lib qolgan. Endi ekrandagi xarakterlar turmushda cho'qim farq qildi fikam. Nemishqa deganda bir yaxshi aktyor bo'lish uchun u o'zini sahnaga chiqish bu xato. O men Abdukarim Abdulaziz deb shu Abdukarim Abdulaziz petil bangsam bo'lmaydi. Men cho'qim sahnaga chiqqandan keyin shu obrazga xos, shu obrazniki men o'zi deb turib rol olishim kerak. Ayada men Davut rol o'ynagan bo'lsam, men cho'qim Davut olib chiqishim kerak tomoshabinlarning oldiga. Va o'yida cho'qim Abdukarim Abdulaziz bo'lmasam fikam. Çataq chiqdi. Rahmat aka. Eg'zon qurib ketgan aka, asalchining aslini bir ich beray. Cho'ng bo'lsa rahmat. Ruqiyadan to'g'riliq bir savol. Ruqiyadan asli kasb o'qiganmi yoki Ruqiyadan Ruqiya asli o'qigan kasbi bu balla ma'rifat o'qigan. Balla ma'rifat o'qigandan keyin kim bu kasb almashtirib bizningki Tangirtaq kino studiyasiga xizmat tushdi. Onundan keyin bu xizmat tushgandan keyin Arliqda Ruqiya Abul Qosimningmi ham ustozman. Bularmi aktyorlikda. Avval men o'zim tarbiyalab chiqdim. Mening o'zimning shogirdlarim qatorida. Uni tarbiyalab bo'lgandan keyin texnik mukammal sistemli qo'shilish uchun Şinjan san'at institutininki drama aktyorlik bunda o'qib, oliy texnikumning diplomasini olib bo'ldi. Yana davomli tirishib, hozir maxsus kursnikida o'qiyotdi. Bu tugisa mening o'zimni oldimga o'tkazib deb, aspirantlik to'xtayimga deyaptim. Chunki bir mukammal o'qiysan dedim bu. Başka fikir var mı ya? Okuyasın. Ya, okuyasın mı? Sen de sen okusun, bunu zaten topladım. Hoş aka, rahmat. Demek şu Ruqiyadan siz ustazi. Demek şu müştemana çıktı o bir yerden. İşkanlar kanda tanışkan. Şu yolda gidip bıraktık. Esselamualeyküm sen. Aleykümselam dedi. Şimdi şu toy kıldık. Onun dikin tanışıp kaldık mı? İşte tuyuksuzdan, işte iştikten. Da böyle muhabbet hikayeleri bu bakmagan mı? Sen ne mi kılasın yaşlıkımın aslında? Bunun bir hikayesi buludu arkandan aslında. Ben aynı çağda biz Kurban Tulum'dan Beyjan'a Seferi diyen filmini işlep, biz Keriye'ye bağlan.
Keriyagi bağa vaqtda men vaqt o filmniki muavin rejissyori. Bu men cho'ng tiplik film. Shu vaqtda shu artist tanlash munosabati bilan Keriyagi berib, shu o'zimga ayol tanlagan o'xshamdimi? Shu bana sabab bilan endi nikohga aytamiz. Shu vaqtda tanishib unutganmiz to'yga. Taqdir. Taqdir. Endi Ruqiyadam qanday tuqqan deb so'ramsa, Xo'sh aka, endi bu programmamizdan bir bölük bor ku. Buningda shu maxsus mushtaq shaxsiy ishtirans to'g'riliq so'riladigan bir qancha savollar bor ekan. qo'lingizda fikrsiz ishko'liq shu ekanda, ha? Mumkin bo'lsa bir so'raytaymi? So'ratsam qo'f kam o'tganda yo'q. Bo'ldi aka. Siz bu yil qancha yosh? Qancha yosh? Sen fikrim jixi nazarda ishlamsa yoki programmani yasatsizmi? Bilgim bor. Men fikrim bu yil shu 3-oyning 27-kuni kelsa, saq 47 yoshga kirgan 350 deymiz. 3-oydan mijozimiz o'xshaydi aka bizning xarakterimiz. Nima chiroyimiz o'xshaydi ekan. Xo'sh, unda bo'lsam, keyingi savol o'ta ketaman. Yillardan beri sahnada o'ylanib kelgan etodlarning hammasini o'zingiz yozganmi yoki boshqalarning ispaga etodlarim bormi? Hammasini o'zim yozgan. Hammasini. Shunaqa eng burunqilik Rona markalik Jusay Mantisdan boshlab, hozirga kelguncha. Eng oxirgilik Miyip degan kelguncha. Araliqda bir ikkisini boshqalar yozgan, lekin men o'zim o'zgartgan. Masalan, bu jiddiy tayyorlik degan etodni buni bir qiz bola yozibdi-ki, lekin yozgan vaqtda undaylik meni 5 odam o'ynaydigan yozmagan. Uni shu 5 obrazni ekan to'qu. Men uni o'zim o'zgartib, qatılğayanı qetib, to'pining ustini ishlab, onu degan o'zimninki maharatini bir sinab beqish maqsadida o'zim 5 rolning hammasini elib, o'zim bir o'ynab baqqan. Siz onun yana ish qo'shib shu o'zingiz o'zgartirib. Uni degan o yozilgan dastimda emas. Men o'zim 5 obrazning hammasini bir o'zim o'ynab baqay deb shuni shu bir qiz bola yozgan. Qolgan hammasi o'zim yozgan. Undan keyingi ekan, yangidan yetishayotgan aktyorlarga qanday taklif fikrlaringiz bor? Meni endi yangidan yetilayotgan aktyorlarimizga boshqa taklif fikrimmi yo'q. Lekin bor. Endi yangidan yetilayotgan aktyorlarimizga men deydiganim birinchi olib o'zining kasbini so'yib, mush kasb o'qigan ekan, cho'qim buning dinni yeyman deydigan astadil bo'lish kerak. Uni degan o'sha turmush kuzishga mayr bo'lish kerak. Yana birisi odam bo'libmi shu bizniki san'at sohasida ishlayotgan yoki buningdan ishlamoqchi bo'lgan bizniki o'g'il qizlarimizga, ini singillarimiz deydiganim eng muhimi axloqqa diqqat qilish kerak. Odam shu kasbiy safa, axloqqa diqqat qilmagandan keyin u mayli qanchalik dangliq bo'lib ketishdan qat'iy nazar, u baribir nolga teng bo'lib ketadi shu. Mening o'zimning o'ylaydiganim nima bo'lsa, balki meningki o'zimning kasbiy maharatim 40% yoki 50% egallasa, tomoshabinlarni shuna jalb qilgan. Balkim jamiyatdagi o'rin, uningdan keyin odamlar bo'lgan munosabat, mushu jihat axloq, uningdan keyin mushu jihatda yana bir 50% egallay olsam, uningdan keyin o'zimni masal mukammal deb o'ylayman-chi o'zimmi. Shunga bir odam har qancha talantli bo'lib ketgani bilan, u o'zininki axloqiga, kasbiy safosiga diqqat qilmasa, u uzun bo'lmaydi. U o'tkin shamur deb qo'yamdiq, ashtab qoladi. Shunga menimcha bo'lsa, o'zining kasbini so'ygan ekan, cho'qim mush kasbda tirishdan boshqa axloqqa diqqat qilsa deyman. Uning ustiga bir ikki etodni o'ynab yoki bir ikki naqshlarla men cho'lpon bo'lib ketdim deb odamga g'adaymay, sal taqir yo'l uzunchu, baq g'adayib ketgandan keyin odam men g'adaygan boshda egmakbek tashkil bo'ladi. Shunga odam kamtarroq bo'lsa deyman. Shunda bo'lganda ilgirlaylik deb o'ylayman bu. Rahmat. Bir yomon bir savol bor. Ma'qul so'rag'in. Mayamini. Agar kichik o'g'lingizdan bugun maktabida ota-onalar yig'ini ichilsa, o yig'inga faqat sizningni berish imkoniyatingiz yuqori bo'lsa, biroq bugun bizning programmamizga qatnashganlarga bizga va'da berib qo'ygan bo'lsangiz, siz qaysiga boradingiz? Men albatta raskabni qilsam, men mash program qatnashaman. Chunki bu yerda meni saqlayotganlar, men o'tgan 50-60 saboqdoshlar yoki insingillarim emas. Buni men va'da qildim. Odam cho'qim shu va'daga vafo qilish kerak. Odam bo'lgankan, biz Uyg'urlarda lafzi halol deydigan narsa bor. Biz azaldan hujjatlashgan millat emas. Men lafzi qilgan ekanman, cho'qim shuni berishim kerak. Balangizning hissiyotini o'ylab. Balamning hissiyotini men o'ylayman, to'g'ri. O o'zimning farzandim. Men qanday qilsam, maqetim boramsam, ikkinchi qatim berib olsam bo'ladi. Chunki bu yerda nurg'un odam meni saqlayotdi. Uningdan sirt
Bu program orqali nurg'un necha million odam ko'radigan programma. Balkim sizlar buni oldin ola tashviq qilib o'tdinglar. Bir yaxshi aktyor, bir san'atkor bo'lish suhbatimiz bilan mayli bizning o'yimizda bir o'lam chiqqan taqdirdami, masalan biz sahnaga chiqqan bo'lsak, ko'zimizning yishini sahnaning keyinda aytib o'tib, cho'qim tomoshabinlarimizni rozi qilib o'tib, undan keyin tushib yig'lasak, bu kasbiy safoga, kasbiy axloq to'g'ri kelgan bo'ladi. Atamış onun için kelgan. 2008 yıl dadam tugab ketdi. Biz şu vaqtida Muqam bilan o'tgan kunlar nomli televiziya teatrini suratga olganga tayyorlik qilib qo'ygan. Demak, bu vaqtda bizning idoradan 100 necha odam mangdi. Menishqa faqat 7 kun qolgan. Anqishda dadam tugab ketgandan keyin men idoradan menga bir kun fursat berdi. Keyin suzib. Ben 8. gün, 7. güne dadamın 7 nezirsini berip olab, yani ben hizmet işi bilen aşağı maldım. Belki bunu anlayan adamlar bunu vicdanı yokken, özüne de söyleyip kessem o, jığılmayın demiş, tuğan deyip oylaşı mümkün. Hem adamga dada, hem adamga bala gerek. Lekin bu kesbini biz özümüz muş kesbini tanlagan kendimiz, onçalik bedel tülümsek olmaydı. Film işleyatqanda nurg'un adamla oylaydı o. Belki biz ama şu kesipte okutkan balalarım şey buluşu mümkün. Şunu mümkün, ufukşu mümkün. Nurg'un adam bu kino işledi Allah, şu sanatlı şoğlunda Allah oynap, külüp bir jüri dep oylaydı şu. Bu emniyet onda emez. Manda jetqanda ben yakında bir materialdan görüşümçe, dünyadaki 10 çoğun xatarlik kesipleşken kino sanatım kirdi şu. Belki göretimiz dilence yakında paylaşıp jup kaladı iken, yani bir sanda olup kaptı, yani bir adı öylep ketipti o da. Bu bizim bu kesibimiz hem de bu fakat şu tomoshabinlar yoki kinoxonaga kirib yoki bo'lmasa uyda shu choyni damlab qo'yib, gazdan chiqib o'tirib, tillab turib ko'rgan kasb shu bu. Ayrig'amlashmabdi, meri bo'lmabdi deb. Lekin mush kinoga bir kun qatnashsa, ikkinchi dat men qatnashmayman degan bir kasb bu. Jabasini tushundim. Nemishqa biz eng oz deganda bir kunda 17-18 soat ishlaymiz ekan. Filmde. 17-18 soat ishlaganda, anda bizniki mush tomoqlarimizni desak, hamda u yerda cho'qim bizga jumlaq pistalda necha xil qo'rma bir narsalar bo'lib ketishini atayin. Ba'zida bizga liqi qansoch bovun to'ngdaydi liqi. Shuningga tomoqni qashlab akib turdi. Balkim bir ko'rinishni olib bo'g'ichi ba'zida 2-3 soat o'tib ketib qoladi. Issiqilda olsak, shu tomoq ashning ichida ba'zi yerda 40-50 kilometr jiroqlikni jangalga akib turdi. Shuni to'plash umashda ko'p ketgan. Shuni yana shu apaganda killash paloqli ishlab yutib bilan, yani 10 minut yoki 15 minut keyin ishlashimiz kerak. Ondan bu kech kunduz liqi kunda bu ishni qilavergandan keyin charchashga urib ketadi. Şuna xalqarada mı kinochilikning umrsal qisqa bo'ladi deydigan narsa bir gap bor. Endi bizniki de unchalar darajada bek jiq kino yo'q, shu umrim azroq uzun bo'lamdi deyman. Bu kasb shu mushtarak bir kasb endi. Unda asakamış kinolar özünüz rolaga vaqtda bir kinoga mesela qatnashib qalsangiz, rejissor rol taqsimlaydi-ku. Şu vaqtlarda masalanga sizni ma rolni o'ynaysa desa, o yo'q men bu rolni o'ynamayman, men tushmaydi, men ani o'ynayman deyish. İşte fırsatınız var mı? Aslında bu fırsat var deb bunda desek to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bir aktyor bo'lgan odam shu rejissor o'ylab, shuni o'ynagan desa biz cho'qim shunga bo'ysunishimiz kerak. Shu rolni men o'disini tushmaydi, menga tushmaydi ma rol. Desak bu yaxshi aktyorning gapi emas. Cho'qim biz bu aktyor deganning ma'nosi nima desa, obraz yaratuvchi. Anda bo'lgandan keyin bizning har xil obrazda keladi. Onunla biz çokum oynamasak vaqti bizni yaxshi aktyor degan olmaydi. Gerçi men de hozir shu men rolni o'ynamaydim, a rolni o'ynayman degan fursat bo'lsa-mu, men taqtab baxmadim. Nemishqa deganda maqatimmi shu Nag'ir sadosi yangrgan joy degan filmda men sal mutassibroq bir odamning rolini o'ynadim. Balkim tomoshabinlar ko'rgandan keyin burungi filmlarimda kulgan bo'lsa, meni cho'qim yig'laydi deb qarayman. Chunki bizning kesib bo'laydigan shu montaj ne biz Şanghay'dan kelgan bir ayolda, mening shu ko'rinishim kelganda o'tkazib ekan bu. Menda hamda rolni o'ynayolmay, shu o'tkazib boramdi deb so'rasam, sening ko'rinishing har qatim chiqqan, men bir qatim yig'layman. Shunga o'tkazib borma. Dedi ondan keyin shu mening ko'rinishim chiqqan yerda tomoshabinlar bir necha yerda biz taxiliqi mukammal bitmadi daqcho buni taqkirish bosib shunday bo'lsa men yig'layotdi. Demek biz bir aktör bo'lganmiz, mayli bu qanday rol olishdan qat'iy nazar, cho'qim biz shu rejissorning deganiga bo'ysunib o'zimizni shu obrazga yaqinlashtirishimiz kerak. Andiki mava burun bir itotingiz otdi, buzuq televizor deb. Shu itotda siz andil asosiyatdan shu e'lonni sökkantingiz, endi e'longa o'zingiz chiqib olasiz hozir demakchi. Nemishqa desa, men anchaqda men televiziya e'lonini sökdim. Men televiziya e'lonini nemish sökdim.
Televiziya ilanının hemmisini sökümdüm. Televiziya ilanının içindeki çimenlerinin için nazik çimen var degende kaçak çimenli gerek ilanını söktüm. Mesela Amerika erlerden kılışmaysız, yani bir narsa kılısız deydiğen aşında ilanını söktüm. Çünkü bu bizdeki ahlakımızga, örf-adetimizga mos kelmaydigan ilanını söktüm. Bu ras. Onundan keyin ben ilanga dastlabtimi chiqmagan. Hatta ben xeyli mezgillik chiqmadim, ondan keyin ixlosning ilanı chiqmadim, birinchi bo'lib. Şu vaqtning o'zida buning bir hikoyasi var, onu bir yerda deb o'tirishimiz zaruriyati yo'q. Nemishqa deganda, men masalan o'ylagan ukam, en chaqda. Biz bayatlar ilaqi etot keçilikning gapini deb berdim. Yana ba'zini deb berdim. Bizga qanchalik foydalanayotganini men sendan so'rab boqay, endi-chu. Sen ukam o'sha yaqinda bir plastinka chiqargan, nechta sotding? Necha ming demay nechta sotding? Manga bormidimi? Nechta pul chiqarganding? Onunla şu təxminən şu 100 mingdek məbləğ. Bunda aslında 800 daldak lin satqan bolsan, hər birini 1000 koydun satdыңmı ya 2000 koydun satdın? Ziyan çıxdı. Yox yapdı. Ziyan çıxdı da olsa. 100 bin qoğaşdısa. Demək, gap bu şeydə. Ben ilaqı iqtisodni deb men ilonga chiqdim deganlik emas. To'g'ri. Mening o'zimning sökkan ilonimningki o'zim biladigan yeri bor. Balkim buni men demasam tomoshabinlar biladi. Men nima uchun sökkanligimni. Endi bu ilonga men chiqmadim. Chiqmay turib oldim. Hatto men ayni chaqda men o'zimning o'yin oldiganda qarzga oldim. Qancha deykan deymizmi? Meni ilonga chiqma deb nurg'un og'illarim mushtavsiyani bergan. Men shunda qoyilib zadi men deganing to'g'ri. Deb shu vaqt men o'zim balkim ilonga o'xshayman. Unutmagan. Lekin men o'y oldigan vaqtimda menga yordam qilgan banka oldu. Lekin shu ilonga chiqdim degan og'illarimdan birasi menga 5 qo'y pul bermadi. Chunki sen ma etot kechiligini qilyapsa, plastinka chiqaryapsa, ziyon tortgandan yoki men o'yladi degansa degan gapni qilmadi. Bu bir sabab bo'lib qoldi chiqishimga. Yana birisi hamma shirkatniki keladi ekan. Mana siz mushta qilib bersangiz deb. Men shu shirkatlarniki o'ziniki mahsulotlar haqiqatan ishonchli bo'lsa, o'zim ishlatib boqqandan keyin chiqib berdim. Chiqib bergandan keyin men ish chiqqandan keyin sana o'xshash enlarim keladi ekan, aka, mana bu akamning aksining yana bir aksi bir shirkat qilib ekan, to'g'risini chiqib bersin deb, siz unutib ekansiz, xapma chiqib bersin deb 4 qatim desang, bo'lib turgan deb chiqib berdi ekanmiz. Bunu chiqib bergandan keyin asosdan bu yana bir tarafdan ziyon tortsaqmi, yana bir tarafdan bu bir iqtisodiy kirim. Buning ustiga biz iqtisodiy kirim qildik deb ishkirning chet elning cho'lponlaridek tag'ada bir ish qilib olgan yerimiz yo'q. Chunki bizniki o'zimizniki shirkatlarimizning kuchining amaliy ahvolini qanchalik hammamizga ayon. Anda bo'lgandan keyin men o'zim yana o'yladim. Gerçi men bir shirkatningki mahsulotga chiqib bersam, hozirgi chiqib bir mening mahsulotim besib qoldi degan shirkatni ko'rdim. Nemishqa deganda shu mahsulot setildi degan gap, buning tijorat doirasi kengirdi degan gap. Kengirgandan keyin bunga nurg'un ish xizmatchilar yana qo'shilib mangadi ekan. Bumi xudolik biz bilib bilmay, ilaqi o'zimiz kuch qo'shib, yani nurg'un odamlarning turmushiga, ilaqi to'p qo'shishga, ta'sir ko'rsatishga sal foydasi bo'lgan ekan. Shunga endi men ancha-muncha ezib chiqib qo'yatim deb xafa bo'lsam. Keçiriteyim akla. Demek çoğunum ne olsa bu sanatning o'zimi, e'lonning o'zimi bu ilaqi biz yaklaydigan narsa emas. Chunki har qanday bir yaxshi mahsulotningki e'lon bo'lmasa, hozir pardiz bo'lmasa ham oqmadi. Bu inoq. Masalan, nurg'un o'xshash qildiki mahsulotlar bor. Kim bir e'lonni ishlab olsa, shuningki hozir bozorga chiqib ketib bordi. Hatto tanlov bozoridami sizning e'loningiz yo'q deb nurg'un yaxshi mahsulotlarni shu olmaydigan ekan. Uni ustiga sen mashina tizib olganingning o'zimi mush e'lon uchun qilgan. Olmasa manem siz oldun da ben de sorsam cevap vereceğim. Yani bu ilanma sanat bir milletninki nurg'un chet eldan kelganlar odatda televizor qarab turib shu millatning qanchalik taraqqiy qilganligini, sodisining qayerdan qayerga borganligini ilonda mufqalaydi ekan. Ha, mamlatning manda narsa va manda zavod va ekan deb dastlabki bir his tuyg'usi shunday keldi ekan. Shunga mening cho'g'a vaqtida bu ilonga men chiqqanniki ham ziynimi bo'lmadi, men ziynimni ko'rmadim. Hem mayli bu o'zim uchun emas, mayli shirkatning kim ishi bo'ladi ekan, o'zimizning bo'ladi ekan. Ham biz faqat haqni oldimisak, rost narsaga chiqib bersak, men o'sha bo'ladi ekan deb qaradim, shuni chiqyapti. Rahmat. Shu vaqtda o'yalgan hech qanday hech kimni qarz ololmay shu buzdigan ishga mavda. Abdukarim Abdusukam qaqdan qarzlar sattirdi vaqtda. Mana degan etot asli o'zingizdan Endi datmanlar degan etot o'zimning turmush emas, shu sening turmushing. Sen şu sana o'xshash xotinlanmagan bolaga ota-onasi ish olsin deb biz aytayotdim bu. Manda bir narsa qistirib qo'ygan keladi. Hamda shu programma yaxshi bo'pti, Cho'lpon keldi deb chiroyli qism qo'yibsizlar. Men bu birga mana o'zingni xabaring bor, sizlarni qo'llash ustidan. Chunki shunday bir programmaninki vujud chiqish oson emas.
Nurg'un odamlar boya menda bitta ketgandek shu ekranda qarab o'tirib tilab o'tirib ko'rsak bo'ladi. Ay qandayshmoqmi, yer bo'lmabdi. Har qanday narsaniki bir urqni salsak, uning bixlindigan, uning o'sadigan, ko'klaydigan, uningdagi mevirdigan vaqt bo'ladi. Bu sizning hozirda bu urq endi ko'kildi. Unda bo'lgandiki men buni to'rildim degandek bir gapim bor shu. Shu sizlarni qo'llasa tomoshablar demoqchi. Nemishqa desa men shu vaqt manda bir misolni bergan. Ma o so'z vaqtida bir o'yinchi bor. Men bolalarimga o'ynatgan. Ular bir monch kama. Qo'langa bir bolqinni tutqizib qo'ydi. Ash qo'nchoq, qaysi qo'nchoq 5-klass shuni ursicha tong qilib. Shunda bo'lganmisa demoqchi. Nemishqa sizlarning ham sizlar pishib ketilishinglarga bir tomoshablar ozroq fursat bersa, balkim senmi xatolikdan sodir bo'lolmaysa, mana shu. Demak, birinchi o'tib ketganki, ikkinchida yoki uchinchida sen cho'qim donliq riyosatchi millatimizning faxrida batıl qilish shu. Bizda shunda bir ish bor. Ba'zilar bilan qarg'ulash bir silg'andigan hamma tillab tushiribmiz, supuriblar. Uningdan keyin 2 yildan keyin ya bu masalan kino sohasi desak, bir qiz bolani tillagan bo'lsa, andati, mandati deb toza tillab. 2 yildan keyin ya bir Vallotni kinosiga, ya bir ishkirning cho'ngroq film qatnashgandan keyin xalqimizning faxrli qizi, millatning onasi deb o'zimizni o'rtib maqtalaymiz shu. Shu unda bo'lgandan keyin ba'zi narsaga bakiliqi yuzaga qarmay, ozroq fursat bersa demoqchi. Tomoshablarimiz shu. Rahmat aka, rahmat. Bilmasam, men ham nurg'un o'zimning bichimda o'tgan ishtiboatda uni so'midan o'zim divtay. Mening chidamaydigan yerlarim jiq ba'zi shidifkan. Endi biz tonilgan ekanmiz. Endi bir odam tonilgan odam manda chitqabat ko'pincha holda birsi besim olib ketgan odamga-ku. Masalan, bayatning etotning gapini qildik, biz ham chaqchaqlashgan bo'ldik. 10 ta tur gapini qilishdik, bu faqat tomoshablarning kayfiyat ko'tarilsin deb gapni qilyapmiz-ku. Endi besimni chiqib ketdi. Men cho'qim o'zim necha vaqtdan beri jangalan qilib kelgan. 80-90 yillar manda qilgandim, 2007 yilda mandrak etot o'ynadim, uni degan mandrak qilsam bo'lmaydi deb men aytgan. Endi ba'zida bizga besim olib ketgan gap so'zimiz chiqib ketdi. Endi bu odamning og'zini tutib olmaydi. Masalan, biz sizlarga o'xshash xotirjam yoki bir kechki bozorga boradigan fursat bo'lmaydi kafkan. Ba'zi bir yerda o'tirgan olmaydi ekan, endi ko'ngil tatgan narsani ba'zi yurolmaydi ekan. Berib o'g'ishlam nima qilsa bo'da? Unda qolib chiqadi ekan. Uni o'chiq demay. Yana ba'zi qarsak, masalan, sirtda ya bir mashina saqlab turgan olmaydi ekan, bu bir besimchi. Eng oddiysi men ishkimning oldida, qo'roning oldida yo'lni tursam bir mashina saqlab yoki bolalar mashina kelgichi. Yoki bir ruqyali tursam, ikkisini o'tgan deganni oldim-chu. To'g'rilib deb ko'dolama. O'tqimiz. O ruqyali qosimni xotinni paranglashib tutoladi. Ammo xotinni paranglashmay, kimni xotinni paranglashsam bo'ladi. Ba'zi oshxonaga kirib qoldik ekanmiz, bizim inson bo'lgandan keyin qo'sqimiz ochilgan. "Hey, optikma biz lag'may yotadi." Men nima yeyman aka? Ba'zilarda shunday joyda besimdan bo'lib qolib. Ang bashiylar va optikma biz mashina so'qibdi ekan. Ruqyali qosim hayot qopdi. Optikma biz oldida tog'a chiqib, mashina matchida mijlik ketgan to'q, kepingin ajratolmay, beshidan kram bilan tortib oldi emasmi? Deb atam shunday gaplarni bo'lib turdi ekan shu. Hem bunun gibi kapalay desek, ta kapavan olmaydı. Çünkü hem de tomoshablar bizim xalqimiz bizni ko'ngil bo'lyapti. Hem de kapılmaydı desek, bu gap so'z bo'laversin shu. Ba'zi odamlar ta viborim yozib qo'yganlar bor. Siz olsam mustaqil kel deb gap qo'yma, inkasim qaytarmadim. Men mikrobil qildi. Endi nima qilsak ularga tushuntirishning zarurati yo'q. Baribir xalq qoladi. Ba'zilar asosan bilgin turibdi. Ammo shunda bir ismdosh odamlar borligini shu. Sho'mish fursatdan foydalanib deb qo'ydim sizlarga rasoqcha deb qolmoqchi. Men xo'sh. Rahmat aka, rahmat. Akamda Mavo Çolpan keldi programımız resmi qo'yilgandan buyon nurg'unlagan inkaslar keldi bizga. Aslında %80% Abdukerim abuz qachon chiqadi? Abdukerim qachon bir chiqsa oldi. Ash bu oyla qaraganda keyin to'xtab qoldi. Ekran faqat chiqilunimida. Shu bugun biz e'lon qilgancho sizning keldiganligingizni. Qani ekan naq maydon nurg'unlagan tomoshabinlar, yoshlar yetib keldi. Ularning balkim so'raydigan savollari bor sizdan. Bo'lsa fursat bersam, so'raydigan qanday savolinglar bo'lsa, mana Abdukerim kam. So'rasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men o'zim bu oylik qaran filmda yaxshi turib ko'rma. Shuningda Ruqiyadan ayolingiz ro'liq chiqmaydi. Yomon chiqdi shu endi. Endi. Bu filmda bayan men dedim-ku. Bu Ruqiya Obulqasimmi aktyor, menmi aktyor. Aş rejissor, mesela şu vaqtida ayol baş personajni xosiyatni ushlab tanlagan ekan. Men uningga "Ma xosiyat qurbon bo'lmaydi, mening Ruqiya Obulqasim chiqsin" deydigan tanlashim yo'q. Shunga xosiyat qurbon chiqqan.
Hem yana şu hata düşünce olab, Abdülkerim abuz, Rukiye Abdülkasım'dan acırış gitmiş mi? Hasret kullanmışsın. Ben şununda Rukiye Abdülkasım'dan 3 kısımı çıkargan. Ballarım bilen koşap. Ne, ras. Rahmet. Yarın başka yapma mı? Assalomu alaykum Abdulkarim aka. Aleyküm assalam. Siz burundan tatib bizni itot kinolarda kuldirib kelgan. Mushu yaqindan ancha-muncha naqshalarni aytilgan bo'lib qoldingiz. Shunga mush to'g'ri azaq so'zlab beraman ekan. Hozir aytpasin demoqchiman. O'z aytibazdan yaxshi naq maydonda aytib, ben anglab baqqım bor. Bu drama, tiyatr aktörleri bu hamma jihatdan tarbiyalanish kerak-ku. Bular masala sayesinde. Mesela biz o'qiyotgan vaqtimizda maxsus bizni aktyorlikdan boshqa naqsh dars o'tgan. Mana naqsh dars o'tgandimi, asli bizniki teatr fakultetining o'ziniki naqsh o'qituvchilari bor. Shu vaqtda bizning sinfdan yana 4imizni tanlab, 4 saboqdoshni tanlab, bizda bu muzika fakulteti bo'la rasmiy kasbiy shu naqsh tarbiyalaydigan fakultetchi bu. Shuningda boshda mangaliqi hozir Bejingga ketgan Mayra Qosim. Aşmalım bana 6 ay şumarım ders ötken. Andın şu vaxtın şaraitida Şinjan Sanat İnstitutu'nun en çoğun bir profesörü var. Juha deyilgan. Juha malum deytok. Özü appak çaşlık, çeşim yerden kesip etken. Yoğan özü bas avazlık. Mene bizim fakültetten bunun avaz yaxşı dep şu vaxtın özü şu malumga bizden 4 sabahtaşını şu oqtuqçu tutup vergen. O oqtuqçu bana 3 yıl ders vergen. Demek ben 4 yıl hem şu naqşıdan şu vaxtın özü muntizim terbiyelengen. Ben aralıkta bu naqşını demiş eğitmedin desem de ben onundan sırt cazgu çatmındım bakçılı bağlanmışım bir mezgil. Ben bir 10 yıldak çatmındım bak çağan. Şu vaxtın özde 9'dun bakım bağım teki benim. Kaklı 5'ne çağan vaxtıda. Ben şu vaxt kalıyamını ben sılıttım. Sançmış bilse he? Andım ben naqş andın etot oynagan deyken ben burun sahnede hatta bir vaxtıda ben bir kardayım çıkagan bir kar lenta okutkan vakımda. Onun bu nayet yaxşı bazar tapkan. Vaxtı sizlik Abdülkerim abimizin tonumaytdыңlar. Unda oğandaki bek dikkat qilib ketmegen şu. Çünkü ben okutkan vaktim bağaçqa. Şoma yakından beri onun üstüne ben özüm kinonun işleriyle buldum, idolunu yazdım degen bilen sen de oynaydıganqa faqatlık fırsat bolmadı. Bolmagan deken bazıda ança-muncha özüm iş pişkom naqshimni aytib qo'ydim, ras. Bazı ança-muncha she'rim yozib qo'ydim, ras. Gerçi ben bu she'rlarim ilk favqulodda yaxshi bo'lib ketmisimi, ança-muncha men havaskor bo'lgan deken ilk hech kim xafamaydi ekan debchi. Mesela yazgan she'rlarimdan o'tganda bir yozib qo'ygan she'rimda bir esim kelib qoladi. O'q bir baqa ya. Bir kompletdan chiqamas. Qancha tursang egizda ko'ralaysan jiraqni, ko'ralaysan kechdimi g'uvo yongan chiroqni. Ochmisang sen ko'zingni nazar silib dunyoga, boshqalardan voysimay qo'y o'zingga so'roqni degandek-chu. Va. Ne paydası ölgen çağda esligendan, hayat çağda kıltak kurup kastigendan. Qaysi ketmez bu cihandan ecel yetse birbirinin başlarına destigendan. Şu asasen başta bir kupletin yazımı hemen çık yazamaydıkken küçüm etmeydik ya. Komuş mu yaşarken kibirde esli, pöpükünü tacam dep gadiyip görenler. Akıbet boruğa ayrılıptı o, kikizдің asıda künde topu yep. Digendek. Asa bir heveslerim var. Kon heves verdim ben kaldım. Mene bizden fakültetten bunun avaz yaxşı dep şu vaxtın özde şu malumga bizden 4 sabahtaşını şu oqtuqçu tutup vergen. O oqtuqçu bana 3 yıl ders vergen. Demek ben 4 yıl hem şu naqşıdan şu vaxtın özde muntizim terbiyelengen. Avazım bek yaxshi chiqdi ekan. Avazın tatlıq? Yaxshi. Şu tatlı çıkan vaxtları navat çaydemde pişken günlerim şufka. Rahmat sizga. Rahmat. Aka unda bo'lsa naqshni yeb chiqdigan. Naq maydonda bir 2 misra anglamaydimi? Ha? Shunday da vallah.
saray Olup tağım şalim Saçlarını taray Yar gidersen varay Derizandım varay Gayrım sinesim sayım Ay yokuzda karayım Ay yokuzda karayım Yar kel gece tablet Şam elini puray Kendisem sözüm Yüreğimni yaray Yüreğimni yaray Rahmat aka, rahmat. Endi sen bilan gapirasan? Ajab turdi ba? Naqshi bo'la, mushta bo'la endi. Men havaskor emas, ufka, menga so'z yo'q. Lekin jiyalar bir qilya buni. So'ylab qo'yaman. Ya shu bir Shu qoldi endi. qonmuduq biz. Boshimcha bir jumlab sendagi qar ko'zoynakni taqab. Lekin Kechingni sinikida qilib olsam, meni shpigning nistek bunda. Lekin sizlarcha qandinglarmi? Haqiqat qonmuduq shu. Ha. Itotdan birni adam kerak bo'lsa biz bor hamshada. Biz yetimiz. Ha. Drama nima bo'lsa o'ynaveramiz biz. Bu ya. Bu arkada kesipten uçafkam. Özlük tuşluk bunun alaylık oludu. Doğru. Onu bu yerde oyunduk da oynayırsak oynağını bulayverdi. Doğru. Lekin manda bir gap var uçafkam. Meyli endi bu oynadım dep oynavatken bilen onunla biz bu yerde toğru tuşanganimiz bilen yani biz ama ekranda ko'rdigan yani 10 necha milyon adam bor. Şuluğu yargıdak bir narsa çıkmay kapı kalsa afkam. Abdülkerim ablası tügepta. Ya to'g'ri tushundi, to'g'ri tushundi. Bo'ldi. Shundami bir o'ynab bersin, 1 minut. 1 minut ekan. Yolg'iz meni olam. Unda bu sen oynama, masaj sprey otur. Ras mazishamdo. Ha. Men o'ynab berayman. O'ynag'ana. Unda bo'lsa bir tema tanlab O'zingda? beraman. Oshxonada deb bir tanlamni qamsa. Talla. Oshxona. Siz kiramsa. Nereden kirme? Nereden bo'lsa. Ben oturup oğa afkam. Seni saklamat kaptın. Men xerida bo'lay, ya siz xerida bo'ling. Xeridarım ben bu prey boptu ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Men yaxshi. Nim tomoq yeysiz? Nim bu? Su, asalchi. Asalchi? Ha. Men afkam tamoq ekin kirgan, asalchi kirgan bo'lgan ekan. Ya tomoq chiqqicha bek saqlab qolsiz. Rahmat, akşam bir kahve mesela afkam mana qaynoq suvga kirib turing ha. Qaynoq suv ish ko'ngil tinchlatdi afkam. Bizning qaynoq suv qaynatadiganimiz buzilib qolibdi-ki. Sovuq suv olsun mayli afkam. Ya turbudan suv faqat chiqmayapti. Şu akamda mani ishkesh tursangiz, hozir bir tamoqdan birini desangiz, men bir ayt deb ma shogird bolaga bir buyurib etsam. Ama bundan bir samsun bir 5 deb qo'ysa afkam. Samsima o chiqmaydi. Ha? O chiqmaydi. Nima chiqdi afkam? Ya samsida boshqa narsa chiqdi. Mantı var mı afkam? Mantimi? Ha. Ilaqa faqat povlaydigan bir narsa chiqmaydimi oshxonada? Undan boshqa bir Mana zo'laydiganlar chiqdi, onda polada chiqmaydi. Ha, afkam lag'man bo'lsin chiqsa. lag'manmi? Ha. İnchkirak sepasimi yoki isrof? Afkam qanday asasin qo'saq to'yg'idaq mi chiqsalamaslar? Seni jiq salayman. Afkam. Nima qilsam qo'saqni to'yg'izlab bo'ldi juba. Masa. Aras ma bir shogird bolayapti, ma lag'manni munda tashlaydigancho. O'libdimi? Yo'q. Ma qo'l mishadil kesilib, yo'q, doktorxon ketgan, shu u bola kapoch bek saqlab. Unda biz ikkimiz shu doktorxonaga borib boshpalni yo'qlab kelganman afkam tamom kishisi. Boshqa narsani bir chiqarib beradi, tayyor narsa bo'lsa. Sho'yli bormi? Sho'yli osh chiqmaydi. Nima chiqmabdi? Ha. Polov bormi? Polona dumlaydigan qozon teshib ketibdi. Unda biz afkam sizlarga kuchli qilaman deb bu yerda to'q qo'yamiz sizlarga.
Endi atayda Pulmi kirsin. yo'q, Ma pulmi yo'q. yaqin atrofda boshqa ishxona yo'q. Men yerda tayyorlan bir qilib qo'ygan bir tomoq bor. Shuni ochib berib tursam, apni ish qog'inni, pulni men yermini bersam shundaymi? Ma bo'ladi ekan. Shunda bosh qilaman. Sizli imam ukam men putli beray pulni. Mush hozir men ukam qo'saqlaring chaplashib, boshi oraliq qolsa hozir. Ash o'zingni bir yeyibtaman, putli pul beray. O bo'lmay sotib buni. Bu senlik bir gap batı şunu esin gap qaldımı yalıq divanın paçından nesi düşün buzulmaydı atqan. Ben yakına tuş gömdüm fukama bay iş bağlar ben yemsem boludu. Ha, unda olsa şu şunlar mı çıkıp bereyim ha? Bekle. Yanlış konu keniş gibi ama. Neniki? Tötüz doktorxanadan. Ya. Şunu kaptı olsan ha. Sen az hata kirip kapsan maçkan en yaxşısı sen tötüz doktorlar davalansın olur. Rahmet. Lan Ahmed'andı bana hiç kim dep koymayman özün kıldın keyin ma aptırmamız anda oynaptı manda oynatып gap chiqib qolmasin juma yana. Anığı məyiga. Bolan fi. Yaqıqam bak. Xalqning qalbiga sey uzat bulamaysan. Xo'sh, rahmat. Ma apting ulanmatqa demsen. Xo'sh aka, rahmat. Unda bo'lsa, Ketayman-da. Bu programımızdan vaxtımı tuşub qolib lekin bunda biz bo'lmaydi bu. Bu endi xizmatga vaqtda. Endi xizmatga vaqt shundan bola. Bu bir narsa qildi bu bo'lmadi bu. Unda lag'man qilmaydim. Xo'sh, rahmat aka. Endi astoydiligiga qilsam, programmamizdan shu vaqtda tuşub qopdi. Men shaxsan bek afsuslanib ketib qolaman. Siz abay sende siz bilan birga o'tirib paranglashgan vaqtdan boshlab o'zimni bek baxtli his qildim-ku, abay. Sen baxtli ichilib ketdi Furqon. Men ishkizlik qilmay to'yam olib ketdim desin. Mishel bir sen turib yaqin orliqda işte erkin paranglashganligimdan o'zimni rost bek baxtli his qildim. Bugun bek rahmat aka. Sizni bek avar qilyapti ekan. Gerçi qop itot o'ynab bermadigan ko'nglimiz keldi. Men qopab itot o'ynaydigan vaqtim bor. Şunu bilen oturup aldım. Ben kopqalığımda meni vaqt to'xtatib olmaysa. Abi başlanışlar o'tamaydigan ishkan tuxasda. Aslında trenirsek bo'ladi-ku. Çatak qutqaşsa. Nadallik qildim. Unda bo'lsa aka, buningdan keyingi san'at ishlaringiz texmo yo'llar ochiq bo'lsin, texmo gullansin. Buningdan keyin texmo yuqori, texmo yo'q natijalarni qo'lga keltirishingizni umid qilamiz aka. Rahmat Furqon. Rahmat aka, bundan keyin Cho'lpon keldi programmamizga yana vaqtingiz bo'lsa, kelib o'tirib bersangiz mayli-da. Ma'qul. Rahmat, hayatımdan beri enim Nurali bilan mana shu Okean televiziyasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishtirish fursatiga ega qildi. Buningga istagim ko'pdan ko'p rahmat. Men uzun bo'lib ketgan shu ekranlarga chiqmag'ili. Bugun aqasinglar bilan nayt obdan montaj oldik deb o'ylayman. Uning hayatımdan beri deyilgan gapning hammasi bu yerda biz burun tayyorlik qilgan mana o'zi o'tiribdi yoki menga savolni chiqarib degan gaplar emas. Bunda cho'qim odam degan nuqsonsiz bo'lmaydi. Mendan balkim nurg'un xato gap-so'zlar chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Ba'zi narsalar chaqchaqlab deyilib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Shunga arkadaşlarning men afv qilishinglarni umid qilaman. Xo'sh aka, unda bo'lsa bundan keyin yana qadam tashrif qilishingizni chin ko'nglimda umid qilman aka. Rahmat. Va chandadingizmi? Rahmat. Rahmat aka. Rahmat.